Assalomu alaykum. Ta'lim va tahlil dasturining ilk soni efirda bugun mahorat darslari haqida. Avval xabar berganimizdek, Samarqand viloyat pedagog mahorat markazi aprel oyini metodik rivojlantirish oyligi deb e'lon qilindi. Viloyatimizning ta'lim maskanlarida mahorat darslari o'tkazib kelinmoqda. Ayni damda Samarqand tumani 16-umumiy o'rta ta'lim maktabining 2-sinf o'quvchilariga Samarqand viloyat pedagog mahorat markazi metodisti Shirin Giyasova tomonidan mahorat darsi o'tkazildi. Mahorat darsida o'qituvchilarga 5I modeli asosida darsni tashkil etish tavsiyalari berildi. Fanlar aro integratsiya hamda didaktik o'yinlardan foydalanildi. O'quvchilarda tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Hozirgi lavhamiz metodist Shirin Giyasova tomonidan tashkil etilgan mahorat darsi haqida. Shuningdek, Samarqand viloyat pedagog mahorat markazi tarix va davlat va huquq asoslari fani metodisti Ra'no Bo'ronova tomonidan Samarqand tumanidagi 16-umumiy o'rta ta'lim maktabida Amir Temur davrida madaniy hayot mavzusida 8-sinfda mahorat darsi tashkil etildi. Ushbu dars nafaqat o'quvchilarning bilimlarini kengaytirdi, balki ularni ijodiy fikrlashga o'rgatdi. Dars Galtnining 9-bosqichda ta'lim modeli asosida tashkil qilindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Darhaqiqat, hududiy markazning professor o'qituvchilari, metodistlari tomonidan aprel oyi metodik rivojlantirish oyligi doirasida mahorat darslari davom etmoqda. Samarqand viloyat pedagog mahorat markazi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi boshlang'ich ta'lim metodisti Hurriyat Rajabova tomonidan Samarqand shahridagi 36-umumiy o'rta ta'lim maktabining 2-sinf o'quvchilariga matematika fanidan tenglamalar mavzusida mahorat darsi o'tdi. Dars 5I modeli asosida tashkil etildi. Kim chaqqon, bo'sh o'tirma, bosh qotir, faollikni oshiruvchi energizer, sirli soat metodlaridan foydalanildi. Dars davomida guruhlar bilan ishlandi. Mahorat darsini maktabning boshlang'ich sinf ustozlari va o'quvchilari bo'yicha direktor o'rinbosarlari tomonidan ham kuzatildi. Dars haqida ijobiy fikrlar bildirildi. O'quvchilarda 21-asr ko'nikmalari shakllantirildi. Hozirgi lavhamiz ana shu mahorat darsi haqida.